Gracias. Legendar para Inshallah, Sensen severim hafinan, hafinan. Sensen severim hafinan, hafinan. Kondur ciğerim hafinan, hafinan. Kondur ciğerim hafinan, hafinan. Hicran keçesi çarxi felakka yeterim ah. Hicran keçesi çarxi felakka yeterim ah. Ahi saharim hafinan, hafinan. Ahi saharim hafinan, hafinan. Hakka ki kılıç gelse başıma yeşiğinden evaya. Yoktur güzelim
دلبریم حافینام حافینام Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa antal khairul munzilin. Rabbir sahhil alayya wa tammim bil khayr. Assalomu alaykum muhtaram aziz mehmonlar. Avvalambor to'y egalaridan, sohiblaridan Alloh rozi bo'lsin. Erta tongda necha kundan beri harakat qilib, kechasi bilan uxlamasdan harakat qilishib, bugungi kunda sizni bizlarga chiroyli bir dasturxon yozib, Alloh taolo ato etgan farzandlarni voyaga yetkazib, undirib, o'stirib, kiyintirib, yedirib, ichirib, ta'lim-tarbiya berib, mana bugungi kunda Alloh nasib qilgan kun shu bugun ekan, mana to'y ehsonni qilishyapti. Alloh taolo dargohida qabul etgan bo'lsin. Bu qilayotgan xayri ehsonlarning o'rnini Allohning o'zi baraka bilan to'ldirsin. Jamiki oila qurayotgan kelin-kuylar qatorida to'ylari bo'layotgan yoshlarimiz, ilohim kelin-kuylarimiz qo'shaqalab baxtli, hidoyatli hayot kechirsin. Hamma havas qiladigan, Alloh rozi bo'ladigan, ota-onalar ham rozi bo'lib duo qiladigan namunali oila bo'lishligini Allohdan so'raymiz. Kechasi bilan xizmatda bo'lgan oshpazlarimiz, yonlarida xizmatda bo'lgan, uyda ichkarida bo'lsin opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz, yaqinlari ko'pchilikka taom tayyorlab dasturxon tuzish oson emas. Bu xizmatda bo'layotganini hammasini Alloh o'zi ko'rib turibdi. Xizmat qilayotganlarni barchasi qo'llaridan ko'rmasin. Qalblaridagi barcha shar'iy ezguliklarga Alloh o'zi mukammal yetkazsin. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, bosib kelgan qadamlarimizga deyapmiz. Xizmat qilganlarni ham duo qilyapmiz, mehmonga kelganlarni ham duo qilyapmiz. Nima uchun savob umid qilamiz? Sababi shar'iy nikoh bilan, oila qurishlik, mana zaxsan o'tiladi, nikoh qilinadi. Halollik bilan oila qurishlik nihoyatda savobli amal azizlar. Bizi tasavvurimizda ba'zi bilan tasavvurda oila qurishlik, er-xotin bo'lib yashashlik bu hayot qonuniyat yo'q. Buni Alloh buyurgan. Xalqimizda yolg'izlik Allohga xos deyiladi. Alloh taolo erkak kishini yigitni yaratdiki, unga munosib juft yaratgan. Alloh taolo ayol kishini qiz bolani yaratdiki, unga ham munosib erkakni yaratgan azizlar. Endi mana shu yigit bilan qiz, erkak va ayol Allohning shar'iy nikohi bilan halol oila quradigan bo'lsa, ularga Allohning rahmati yog'iladi, Allohning barakati yaxshilik bo'ladi azizlar. Mana mikrofonni ma'ruza qilyapmiz, tashqarida ham qancha aka-ukalarimiz eshityapti. Xizmatdagilardan bitta iltimosimiz, mehmonlardan hozir ozgina quloq solinsa, gaplashilmasa, choy tashish, boshqa narsa bo'lmaydi, taom tashish. Chunki ma'murlar qilib tilovat Qur'on duoni qo'yamiz, keyin taom ustida bemalol gaplashishlar, har qancha gaplashsa. Lekin hozir ozgina quloq solinadi. Bu aytilgan amr-ma'rufimiz kelin-kuylarga, bu xonadonga hammamiz tegishli masalalar haqida amr-ma'ruf qilamiz azizlar. Demak, shar'iy nikoh bilan dinimizda ko'rsatmasiga muvofiq oila qurishlik ulkan savob. Birinchi o'rinda oila qurayotgan kelin-kuylar nima deb niyat qilish kerak? Alloh taolo buyurgan ekan oila qurishlikka halollik bilan. To'yni qilayotgan ota-onaga ham ulkan savob bo'ladi. Nega? Farzand voyaga yetgandan keyin ularga munosib juft topib, ularni oila qurishlikda bosh bo'lishlikka. Ularga ham savob. Oila qurayotgan kelin-kuyga ham savob. Va mana shunday savobli ishga xizmat qilayotganlarga ham va bunga guvoh bo'lish uchun chaqirilganlar deb uzoq yaqindan kelgan mehmonlarga ham har bir harakatimizga inshaalloh savob bo'ladi. Agar qalbimizda, borayotgan joyimizda mana shunday bir savobli ishga guvoh bo'laylik, duo qilaylik, chaqirilgan joyga borish, Rasululloh hadislarga muvofiq, chaqirilmagan joyga bormaslik, mana shunga muvofiq bo'layliksa, inson oddiy bir ziyofat, halol bir to'y ziyofatiga ehsonga borishga ham bir qancha savob oladi, niyat yaxshi bo'lsa. Qarang, islom qanchalik go'zal ekanligini.
Vaqt juda tez o'tyapti. Kecha tug'ilgan bolalar ota-onalarni yaxshi biladi. Bir pasda farzandimiz katta bo'lib qolyapti. Gavdasi bo'yi o'zimizdan teng yoki o'zimizdan baland bo'lib qolyapti. Bir pasda vaqt o'tyapti. Xuddi shuningdek inshaalloh bu kelin-kuyovlar ham Alloh nasib qilib buni to'ylari o'tib, farzandli bo'lsa, vaqt shunday tez o'tadi. Bular ham ertaga nasib qilsa, har xilda ertaga deb qo'yamiz yana shu. Necha yil o'tganda ham xuddi ertaga degan begarlik emas ekan. Sababi vaqt tez o'tar ekanki, gaplashib qolsak, o'zimizni maktabdoshlar bilan, tanish-bilishlar bilan kecha maktabda o'qib yurdik, bugun bolamiz o'qishga kirdi. Bugun bolamiz bo'yimiz teng bo'lib qoldi. Bugun qizimni uzatdim degan gaplarni eshitib, haqiqatan kechagina yosh bola edik, bugun ota-ona, bobo bo'lyapti. Qiz uzatganlar nabirali bo'lsa, bobolar yosh bobolar ko'payib ketyapti. Yaxshilik demoqchiman. Buni nega eslatyapmiz? Xuddi shunday kunlar hammamiz boshimizda bo'lsin, to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. Lekin yoshlar bir narsa unutmasinki, ota-ona farzand voyaga yetib, ota-onaman bo'yi teng bo'lib yoki undan baland bo'lib oila qurgancha ota-ona ne kunlarni boshidan o'tkazgan bo'ladi. Ne mashaqqatlarni o'tkazgan bo'ladi. Sochiga oq tushgan bilmay qoladi. Belidan quvvat ketgan bilmay qoladi. Kasal bo'lsa ham yo'q bolamga qaray ishlay deb kasalligini ham o'tkazib qo'yganlarni hayotda eshityapmiz azizlar. Mana shunday holatda voyaga yetkazib uylar joyga qo'ydimi, yoshlar qadriga boraylik. G'aflatda qolmaylik demoqchiman. Ota-onalar bor. Mana shu Qarabog' masjidimizda 20 yildan oshiq xizmat qilgan bo'lsak, Alloh nasib qilgancha, faqat ham 7 yildan oshiq. Nima demoqchiman? Minglab ota-onalarni ko'rganmiz, chunki to'yda ishtirok etganmiz. Qorakali ko'rib qolsak, to'yimizda duo qilgansiz, borgansiz, amr bergansiz, borganmiz. Bu baraka topsin kelinini. Kelinmas qiz keldi uyimga deydi. Ya'ni qizim bo'lib keldi deydi. Mehribon, nihoyatda kelinim yaxshi, bu qo'ldan bir piyola choy ichish, toshda kelin choy damlagandan buning gashti boshqa. Xursand bo'lgan ota-onalar ko'paysizlar. Aslida o'ylab ko'radigan bo'lsak, azizlar, hozir choy qaynatish eng oson ish bo'lib qoldi. Bitta misol beraman hayotimizdan bu o'tgan kunlardan. Ilgarilari choy qaynatish, u qishloqlarda o'choqqa borib, o'tni yoqib, nam bo'lsa uni tutatib, tutun sasib bir piyola choy ichish uchun bir choynak choyga yarim soat, 1 soat vaqt ketgan tutun sasib. Hozircha shunday gazga qo'ysangiz bir pascha choy qaynayapti. Tefaga suv quyib qo'ysangiz, knopkani bossangiz 100 qo'ligacha qaynab qolyapti. Oson ish, qiyin emas. Lekin bizni xalqimiz ota-ona nima der ekan? O'g'lini kelin tushirgan inson o'g'lini kelin-kuyov mazza qilib yashayapti. Lekin o'g'li bilan kelini chiroyli yashayotganini ko'rgan ota-ona baxtlidir, qarang. Choy ichganiga maqtanayapti, xursand bo'lyapti. Xudoga shukr. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bizni oldimizga borib, tiz cho'kkalab o'tirib, xijolat bo'lib, domla birovga aytishga uyalaman ko'cha-ko'yda. Domladan boshqa kimga ham aytaman? Nima gapiring desa xijolat bo'lib, ko'zidan bir ikkita yosh dumalab tushib, domla o'g'lim yaxshi inson edi, baraka topsin, zo'r inson edi. Shu uylanganidan keyin o'zgarib qoldi-da. Bilmayman, kelin ta'sir bo'ldi, boshqa bo'ldimi? Muomalasi ham o'zgardi, boshqa kelinmas bir balo bo'ldi deganlarni ham eshityapmiz. Yoshlar ko'zi oching. Bu hayot dunyo birinchi o'rinda. Ota-onangizni qancha qadrlasangiz yaxshi bo'ladi. Bu degani endi kelinda qadriga bormay, ota-onaning qadrini emas. Erkak kishi aqlli kishi haqida gap bor, siz ham qavm kuymaslikka gapda gap bor. Kelinni ham ko'nglini oling, ota-onani ham ko'nglini olib duosini oling. Bunday o'ylab ko'radigan bo'lsak, azizlar, ota-onagacha o'zi ko'p narsa kerak emas. Kelinlarimiz bu video rasmaga olinyapti. Taom pishirsangiz, o'zingiz shu taomdan yeysiz. Choy qaynatsangiz, shu choydan o'zingiz ham ichasiz. Uy tozalasangiz, shu uyda o'zingiz ham yashaysiz. Kelin kelmaguncha kelin yo'q xonadoniga, o'sha ota-onaga, ayolga baho beriladi. Tozalik boshqa narsa. Kelin keldimi, kelinlar unutmangki, men buni hayot tajribasidan gapiraman. Yonimizda qancha o'ta-otalar, Alloh bo'lsa aytishsin to'g'ri bo'lsa. Kelin kelgandan keyin uyning tozaligi, ko'p qavatli uy bo'lsa, podez deb qo'yadi. Podezning tozaligi, yo'laklarning tozaligi, hammasi, idish tovoqning tozaligi, uyning xushbo'y hidi yoki badbo'y hidi hammasiga kelgan mehmonlar ichida-yu sirtida yoki ko'chaga chiqib sizga baho beradi. Shuning uchun shirin taom qilsangiz, duo olasiz, o'zingiz ham yeysiz. Choyni chiroyli mehr-bilan damlasangiz, o'zingiz ham ichasiz, ular ham duo olasiz. Uyni toza tutsangiz, uyingizga baraka yog'iladi. Hayotingiz fayzli o'tadi.
eringiz ham xursand, qaynona ham xursand. Bu gapimizning nimasi yomon? Kelinlar, singillarimiz, qizlarimiz buni quloqqa to'g'ri quyib olish kerak. Sadaqa taqab oling. Ba'zi oilalarda qatnashamiz ko'ramiz. Nima der ekan? Qilma. Kerak bo'lsa o'zi qilsin. Boshqa qilsin. Ertaga o'zingizga shu nasihatni beryapsizmi? Ba'zi bir qo'shniqlikdagi ota-onalar ertaga shoshilmang, ertaga o'zingiz ham qizingizga bir kun o'sha kelin keladi. Shuning uchun oltin olma, duo ol, duo oltin emasmi degan xalqimiz. Duo olgan odam kelin-kuyov qo'sha qariydi ham, o'ylagan niyatlari ham ijobat bo'ladi. Bir kun kelin olgan vaqtida xizmat qilib yaxshi qilgan ekanman. Yana aytayapman, ota-onaga ko'p narsa kerak emas. Nima qilsangiz o'zingizga ham shu. Kiyimlarni yuvasiz gunoh hisoblanadi. Qarang, islom qanchalik go'zal ekan demoqchiman. Shuning uchun yoshlarimizga boshqa nima ham deb nasihat qilamiz azizlar. Kiyim-kechak, idish-tovoq, uy sharoitlari ota-ona qilib bermagan narsalarni ota-onalar qilib berishyapti yoki yigitlar harakat qilib ishlayapti. Ota-ona bosh bo'lib shularda mukammal qildi, lekin o'zlarida bo'lmagan sharoitni qilib berishyapti. Shuning uchun azizlar, yoshlar, duo oling, ko'karasiz, o'lib o'sasiz, kam bo'lmaysiz, bir kuni xursand bo'lasiz. O'sha qaynotaya meni ota-onam emas-ku, qaynota deb duoibat olganlar, xizmat qilmaganlar hayotda ming afsus qilayotganini ko'rganmiz. O'zimiz ham oila qurganmiz. Ustozimiz nikohimizni o'qiganda aytgan, nima degan? O'zimizga ham aytgan. Bugunda boshlab ota-onangiz 4 ta sizdi. Kelin, sizga ham 4 ta ota-ona degan. Kelinlarga qayta g'alati bo'lib, qanaqasiga 4 ta ota-ona bo'lishi mumkin? Ikkita, bitta ona, bitta ona, ota. Nima? Turmushga chiqqancha kelinlar, qizlar yaxshi bo'ladi. Biz xolis gapiramiz. Nega desa, turmushga chiqqaningizcha 20 yoshda chiqasizmi, 18, 25 yoshda, necha yoshda bo'lsangiz, turmushga chiqqaningizcha ota-onangiz sizni yetirgan, ichirgan, kasal bo'lsangiz davolatgan, himoya qilgan, asrab avaylagan. Turmushga chiqdingizmi, endi butun umr sizni eringizni zimmasida. Kasal bo'lsa davolatish, haloldan yedirib ichirish, kiyintirish, hammasi erni zimmasigami? Mana shu erni katta qilgan ota-ona kelinga ham ota-ona bor ekan azizlar. Shuning uchun qaynota deb muomala qilmang kelinlarimiz. Mening ota-onam mana shu katta qilib qo'ygan kuyovlar aytingizlar juftingizga, ayolingizga. Meni yaxshi ko'rasanmi, sevasanmi, sevaman desa, mana shu meni tug'ilganda agar meni ota-onam boqmaganda, kiyintirmaganda, tozalab jirkamay tozalab qarab katta qilmaganda, tashlab qo'yganda bor edi, nima sal bizga uyqudan kech deb emizmaganda, otayam nega men boqar ekanman, menga nima qilib qo'yibdi bolam deb tashlab qo'yganda men o'lib qoladim chaqaloq vaqtimda. Meni sen sevmasang yo'q bo'lardi dunyoda. Mana shu ota-onam mehr ko'rsatib katta qildimi? Mana shu meni sevsang, men seni sevaman, ota-onamning xizmatiga osmoqsan. Qiyin emas, bayri. Bu qaynotaga xizmat qilish juda oson. Duo olasiz, yutasiz. Ikki tomonlama, bitta o'qmani ikkita qo'yib qo'ya olish deydi. Ota-onaga qaynotaga xizmat qilsangiz, o'zingizdan foydalanasiz, hurmatingiz, obro'yingiz ekan azizlar. Shuning uchun demoqchimanki azizlar, biz qancha gapirsak gaplar ko'p. Endi azizlar, ilgarilari masjidlarga ota-onalar bolalar e'tiborli domla o'g'limga nasihat qo'ying, kelinga nasihat qo'ying deb domlani vaqti bo'ladi. Yo'q, yig'in maraka, janoza, xalq bilan muomala, eshitib kutib shoshlik vaqt bo'lmas edi. Nima so'zim yakunlaymoqchiman azizlar. Alloh rahmat qilgan bo'lsin, shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini nima degan kitobi, Baxtlar oila kitobi yozib ketdilar. Mana hozir oldimizga osh keladi-ya, inshaalloh, ha. Oshni yeyimizga hammamiz mazza qilib, to'ylarga borsak, osh bo'lib deb mazza iste'mol qilyapmizmi? Lekin bu osh tayyor bo'lgancha uyni egasi necha oydir, kunlardir mehnat qilib pul topib, o'sha oshni xarajatini qilganmi? Oshpaz ham uxlamasdan yoki qancha odam mehnat sabr to'lagan, taom qilib pishirgan, uxlamay, o'tun sasib, o't yoqib taom pishirganmi? Tayyor oshni yeyapmizmi? Bironta odam yo'q, yemayman deymizmi? Yeymizmi? Ehtimol qilyapmizmi? Shayximiz Alloh rahmat qilgan bo'lsin, hazratimiz, ustozimiz azizlar, Baxtlar oila kitobini oxirida ochib o'qib ko'ring, foydalangan adabiyotlar. 74 qissa kitobdan foydalangan ekanlar. 74 qissa, birinchisi Qur'oni Karim arab tilida. Hadislar, qancha ulamolarning kitoblaridan olib, sizni bizga xuddi oshpaz osh tayyorlagandek, sizni bizga ma'naviy ozuqani, ma'naviy osh tayyorlab qo'yganlar. Shuni bitta oladigan bo'lsak, har bir xonadonda kelin-kuyov o'qisa,
u joy kitobda ona tilimizga tarjima qilib qo'yilgan. Kelinning vazifasi nima? Nima qilsa savob, nima qilsa gunoh bo'ladi. Kuyovning vazifasi nima? Nima qilsa savob, nima qilsa gunoh, nima qilsa to'g'ri. Qaynota, qaynona, xudo andalar, Alloh farzand bersa farzand tarbiyasi. Hammasini shayximiz Baxtiyor oila kitobiga mujassam qilib 79 ta kitobdan tarjima qilib arab tilidan yozib ketdilar. Bizdan bitta narsa shu. Oldimizga kelgan taomni, oshni yeganimizdek, o'sha kitobni olib har bitta xudo anda, faqat yoshlar emas, xudo andalar kelin-kuyovlar o'qib amal qilsa, kitobda yozilgandek baxtiyor oila bo'ladi. O'zi har bitta ota-onaning maqsadi nima? Baxtiyor hayot kechirsin deydi. Yana maqsadi nima? Farzandning baxtli saodatli bo'lsa deydi. Buning yo'li nima desa, buning yo'li azizlar o'sha kitobni o'qib amal qilsak, Qur'oni hadisga amal qilsak, qaysi kasbda ishlamaylik, qaysi yoshda bo'lmaylik, faqat foyda qilamiz, ma'naviy oziqon olamiz, xatomiz bo'lsa to'g'rilaymiz, to'g'ri yo'lda bo'lsak badam bo'lamiz. Jamiyat tinch, xalq baxtiyor, nafaqat dunyomiz, ikki dunyomiz obod ekan. Qolgan so'zlarni o'sha kitobdan inshaalloh o'qib amal qilsa, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Vaqtlarimiz ham bo'lib qoldi. Shanba, yakshanba kunlari xalqimiz ko'p. Yig'in marakalarimiz ketma-ket turibdi soatiga hammasi qo'ng'iroq qilib qoraga kelsa, odam bu deb yotibdi. Shuning uchun oldindan tilovat Qur'on duomizni qilib qo'yamiz. Shu duo tashqari, ichkari hamma uchun kifoya bo'ladi. Tilovat Qur'ondagi taomsizlarni oshpazlarning harakatga tushaversa, ana duodagi taomsizlarni bo'lgan yeb o'tganlar o'sha odatimizga binoan har kim o'tirgan joyda yoshlar baxt saodatli bo'lsin, topganlarga baraka bersin, yaxshi farzandga duo qilib kelaversa, shu bilan bo'ldi inshaalloh. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمين رب زد ولا تنقص برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا ربنا يا الله. o'qilgan muborak kaloming, yozilgan chiroyli dasturxon, ixlos ila qilingan xayr ehsonlar, aytilgan amr ma'ruflardan ham hosil bo'ladigan savoblarni avvalambor to'y qilayotgan insonlarning savob daftarlariga
zaxira qilish barobar to'y egalari, xonadon sohibasini, akamizni, kelinoyimizdan o'tib ketgan umidvor bo'lgan hammalarning ruhlariga savobni bag'ishlaylik. Ruhlari shod, qabrlari bir nur, oxiratlari obod, ilohim joylari jannatdan bo'lsin. Allohim o'zingdan so'raymizki, dunyo qatorida yurtimizni tinch, xalqimizni omon eyle. Xosatan Allohim ihson sohiblarining xonadonlariga tinchlik, xotirjamlik bergan, tan sihatlik bergan, xonadon ahlining umriga, rizqiga, kasb-koriga barakat ato etgan, umid ila, niyat ila, ne mashaqqat ila o'ndirib, o'stirib, yetirib, ichirib, katta qilib, bugungi kuni voyaga yetkazib to'ylar qilayotgan bu farzandlar ilohim keling ko'ramiz, boshqa qilib baxtli, hidoyatli hayot kechirsin. Hamma havas qiladigan, Alloh rozi bo'ladigan, ota-onalar ham rozi bo'lib duo qiladigan namunalik oila bo'lsin. Allohning o'zi ularga fazli karami bilan solih o'g'il qizlarni ato etsin. Azizlar, e'tibor qilingan bo'lsa, biz kerakli gaplarni gapirdik, maqsadni gapirdik. Yoshlarimiz ba'zi birlar ota-onada kamchilik ko'rgan bo'lsa, ularning davrida bunaqa amr ma'ruf, bunaqa mikrofonda tushuntirish bo'lmagan. Ular o'shanday davrda yashagan. Lekin hozirgi kunimizda Xudoga shukrki, mikrofonlarni ichkari, tashqari, yosh, qari, erkak, yo'q, hamma eshityapti-ya. Bundan buyog'iga to'g'ri xulosa qilib dinga amal qilsak, inshaalloh ikki dunyomiz obod ekan. Ko'pchilikka xizmat qilgan oshpazlarimiz, bu amr ma'ruflarni video tasvirlab qilgan videochi yigitlarimiz, barcha xizmatdagilarni, ichkari tashqari xizmat qilayotganlarni qo'lida dard ko'rmasin, umrlari uzoq, iymonlari mustahkam bo'lsin. Uzog'i yaqinidan hurmat qilib kelgan barcha aziz mehmonlarimiz ya Robbana, qadamlarimizga hasanat, rizq nasibimizga barakat bergin. Hammamizni ikki dunyoda baxtli, saodatli, jannatli inson bo'lishimizni o'zing nasib et Parvardigorim. Sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Fikr qil xushing bilan yur, rahnamo ham topilur. Fikr qil xushing bilan yur, rahnamo ham topilur. Majlisara bo'lmamiş ahvali bija topulur. Majlisara bo'lmamiş ahvali bija topulur. Qomati zebo sanam, nozik ado ham topulur. Qomati zebo sanam, nozik ado ham topilur.
İzleseng astoydil mard oshina ham topulur. İzleseng astoydil mard oshina ham topulur. Hürmetingni qilmasa o'zingcha turga chiqmagin. Minnat ahli oshini ochingdan o'lsang yemagin. Lavhay dilni tuzat do'st topilmas demagin. İzleseng astoydil mard oshina ham topulur. İzleseng astoydil mard oshina ham topulur. Hürmetingni qilmasa Hürmetingni qilmasa o'zingcha turga chiqmagin. Minnat ahli oshini ochingdan o'lsang yemagin. Lavhay dilni tuzat do'st topilmas demagin. İzleseng astoydil mard oshina ham topulur. Lavhay dilni tuzat do'st topilmas demagin. İzleseng astoydil mard oshina ham topulur. Seni o'zing yorga vafo qilmoqda bo'lsang barqaror. Qo'y havas fikri buzuqlar tanasiga qilma or. Chin mard bo'lsang agar qilma so'zing be'etibor. Har kiming peshonasida bitgan bir baxti bor. Bevafolik qilmasang ahli vafo ham topulur. Bevafolik qilmasang ahli vafo ham topulur.
donlikni do'st tutgan jahonda yar kamdan kam qadrdonlikni do'st tutgan jahonda yar kamdan kam samimiy suhbat istemar aşnağım har kamdan kam samimiy suhbat istemar aşnağım har kamdan kam Muhabbet birla topgan do'stdan zinhor tolmasman tanib topgan kishilar yo'q emaslar bor kamdan kam tanib topgan kishilar yo'q emaslar bor kamdan kam Hamadildorman deb va'da bergay davlating bo'lsa hamma dildorman deb va'da bergay davlating bo'lsa qo'lingdan ketsa davlat senga shil dildor kamdan kam qo'lingdan ketsa davlat senga shil dildor kamdan kam haqiqiy oshnolarni raqida adodurman tanib topgan kishilar yo'q emaslar bor kamdan kam tanib topgan kishilar yo'q emaslar bor kamdan